Agar bu BMW M4 olishga ulgurib qolmasanglar, har doim ham bunaqasi chiqib qolavermaydi. Plus bunaqa ranglisi. Bugun sotuvda BMW ni M4 Competition modeli. Yili 2024 va 18000 km masofani bosib o'tgan. Kapot karbondan, uni ostida bo'lsa 3 litrli Twin Turbo M-Power motor yotibdi. Bunga stage 2 qilingan va hozir bunda 700 tot kuchi bor. Motori ham ustiga juda ham ko'p karbon elementlarini ishlatishgan. Bunga alohida baho berib ketinglar. Oldida 19, orqasida 20 dyumli BMW ni diskalari turibdi. Tormoz sistemasi bo'lsa perforatsiyali va bunda Michelin shinalari turibdi. Rul Alcantaradan va unda karbon elementlari ham bor. Salonga keladigan bo'lsak, oq va qora koja ishlatilgan. Bilsanglar, oq salon qimmatroq yuradi. Salonga va o'rindiqlar orqasiga karbon elementlari ishlatilgan. Выхлопной sistemasi almashtirilgan. Plus bunga downpipe va midpipe qilingan. Buni ovozini eshitib ko'rmaymiz, shunchaki zavod qilishidan bilib olsanglar bo'ladi. Aytganimdek, bu BMW M4 ni olishga aniq uspet qilib qolishinglar kerak. Ana endi buni narxiga keladigan bo'lsa, $132,000. Agar bu mashinani qiziqtirgan bo'lsa, pastda raqam qoldirdim, aloqaga chiqib buni olsanglar bo'ladi.